Xullas do'stlar, Chorsudaman. Har doim menga aytasizlar, bunda oddiy odamlarni ham opchiq jahon deb, mana tanishinglar, g'ayratga. Aravakachi bo'lib ishlaydilar, mana Chorsuda narsa oldim. Chorsu mevadan chiqib keldi, mashinani oldiga gaplashib, endi qo'llada bundoq gaplashib kelsam, ikkita farzandlari bor ekan. O'zlari Farg'onalik quva ekanlar, adashmasam tushunganimda. Bolangizni ko'rsating, bola. Xud. O'g'illari ekan, mana bu. O'g'illari Moskvada ishlayotgan. Mashta qarochi Chorsuda arava tortar ekanlar. Qani menga 100 marta gapirasan, oddiy odamni olib chiqayli deb. Bitta like bosib, mashta akkauntlarini ko'rsataman. Instagram akkauntlari bor ekan. Podpiska bosib, podдержка qilib bu publikatsiyani ko'rganinglarda yordam beraveringlar, ana foydali ish bo'ladi. Biz ham harakat qilib turamanmi? Agar haqiqatan ham podдержка qilsanglar, men ham o'zim kelib yordam berib turaman va hayotlaridan xabar olib, sizlarga ma'lumot berib turaman. G'ayratga да? Короче, rosa anu qildilar-da. Такой позитивный mujik ekan. Ko'rganda bir gaplashishni ko'rasizlar hammaga. Juda ham добрый ekan. Gap yo'q. Omad. Da.